Assalomu alaykum. Yakshanba nazar dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston g'aznasiga og'irlikni o'lchash bekatlaridan har yilda 100 million so'mga yaqin mablag' tushadi. Bu mablag' qayerga ishlatilyapti? Tushgan oqshom qayerga ketgan biz bilmaymiz. Yo'lni o'nglab o'tdi. Yo'l o'nglama oyoqda tursin, galeyotga paspa qilmaydi. 6 millionchi Qirg'iziston fuqarosiga 4 xonali uy berildi. Даже түшүзгө киргенбиз. Анан өзүбүз мындай даже сатып алганга возможностьубуз жок болчу. Dasturimizni boshlaymiz. Qirg'iziston g'aznasiga og'irlikni o'lchash bekatlaridan har yilda 100 million so'mga yaqin mablag' tushadi. Shunday bo'lsa ham yo'llarning sifati nochorligini haydovchilar aytib kelishadi. Tahlilchilar o'lchov bekatlaridan bundan ham ko'p mablag' tushishi mumkinligini ta'kidlashadi. Lekin mazkur mablag' bir maqsadda foydalanilmay, davlatdagi ayrim yo'llar ta'mirlanmay, nochor bo'ydan qolayotganligi aytiladi. Batafsil navbatdagi lavhada ko'ring. Qirg'izistonda 18 og'irlik o'lchovchi bekatlar va qo'shimcha 5 mobil guruh bor. Ularning biri Novqat og'irlik o'lchovchi punkti. U yerda O'sh-Botken yo'nalishdagi og'ir yuk tashuvchi mashinalar nazoratdan o'tkaziladi. Bir kunda mazkur bekatdan 8 ming so'mdan ortiq mablag' g'aznaga tushadi. Kunini o'rta hisob bilan 30-40 mashina o'tadi. Har bir tushgan mashina 250 so'mdan usluga, qarazam uslugasini olamiz. Günün tushgan vurchka günini bankka to'g'ilib turadi. Respublikaskiy byudjetga ketadi. Allohjon bardir. Qirg'iziston bo'yicha jami og'irlik o'lchovchi bekatlardan bir yilda 100 million so'mga yaqin mablag' g'aznaga tushadi. Haydovchilar mazkur mablag'ni sarflab yo'llar ta'mirlansa degan fikrni aytishadi. Sababi yo'llarning sifati qoniqarli darajada emasligini haydovchilar ta'kidlashdi. Tushgan oqshom qayerga ketgan biz bilmaymiz. Yo'lni o'nglab o'tdi. Yo'l o'nglama oyoqda tursin, galeyotga paspa qilmaydi. Men shofir bo'lgandan beri yo'l o'nglaylakda, ish yerga yo'l qilaylik. Hozir Batkendan Deylikka yo'l qilyapti, o'sholdi qilgani. Ana boshqa yerda remont qilganini ko'raylik. Mana yo'l qurib, Novqatgacha. Birдеме дейсем, кыйын эми ар ким чоңдор өзү билет да, жолдо иштегендер, улар бюджетине кандай болот, каражаттын акчасы толук түшөбү, түшпөйбү, дайын билбейбиз дейбиз. Og'irlikni o'lchash haqqi 250 so'm deb belgilangani bilan undan tashqari ham pul olinadi. Masalan, yukning og'irligi belgilangan me'yordan oshib ketsa, haydovchilar turli miqdorda jarima to'lashadi. Lekin olingan mablag'ning g'aznaga tushmasligi aniq emas. Ana mizanni qatib ishlatish kerak. Ana onlayn qilib turib, kameralar qo'yish kerak. Birda mashina mizanni ishlasa bo'ladi da. Ular merkashlardan qancha mashina chiqib o'tadi. Birdan весовой контроль emas, осевой deb o'tadi, boshqa deb o'tadi. Birda shart tuzish kerak o'shani. Bo'lgan narsadan haydovchilar qiynab shu aqcha qilib o'tadi. Shuni bardığını tartibga solish kerak. Bunga bir erki jetgan bir ayrim tahlilchilar Qirg'iziston yo'llaridagi mablag'larni qayta yo'llar uchun sarflansa bo'lishini ta'kidlashadi. Masalan, bunday usul Rossiya davlatida qo'llaniladi. Unda og'irlik o'lchovchi uskuna emas, haydovchilar har bir kilometr uchun pul to'lashadi. Tushgan mablag' faqat yo'llarni ta'mirlash uchun sarflanadi. Qanchalagan kamazlar o'tib o'tadi. Misalga, o'shol ko'mir tashigan kamazlar, o'shol yuk tashigan chet o'lkadan chiqqan kamazlar o'tib o'tadi. Bugungi kunda o'r yuktari meni. O'shol aqcha mamlakatdan cho'ntagini tushib o'tadi, tushmaydi. Bugun kepildik bergan hech kim yo'q. O'shoning uchun Rossiyadagiday je bo'lmasa chet o'lkadagilarday qilib turib, janag'il kartochka bilan hozirgi zamon talabini layık qilib turib, жаңыча жолдорду иштеп, механизмдерин иштеп чыкса, ошондо биздин мамлекетке алдаганча көбүрөөк сумма төлөнмөк да. O'tgan yilda og'ir yuk tashuvchi mashinalardan davlatga 72 million so'm tushgan, joriy yilning 10 oyida esa 80 million so'mga yaqin mablag' davlat g'aznasiga jo'natilgan. Og'ir vazndagi va yirik gabarit transportlarni uskuna orqali o'tkazish departamentidan yuqorida aytilgan miqdordagi mablag' 100 million so'mgacha yetishi bildirildi. 28 noyabr kuni rasmiylar 6 millioninchi Qirg'iziston fuqarosi Ayelining onasi Rahat Belekovadan xabar olishdi. Ular chaqaloq oilasiga prezidentning tabrigini yetkazishdi. Qizaloqqa sog'lik, salomatlik, uzoq umr, uning oilasiga esa baxt va fayz baraka tilashdi.
Ma'lum qilishlaricha, qizaloq ota-onasiga O'sh shahridan 4 xonali uy va 1 million so'mlik depozit hisobi ochish uchun sertifikat hamda tug'ilganlik haqidagi oltin guvohnoma topshirildi. Bundan tashqari hukumat rahbari nomidan ham 100 ming so'm berildi. Premyer-ministr Temir Sariyev yangi uyning kalitini 6 millioninchi fuqaroning otasi Almas Qo'joshevga topshirdi. Hukumat rahbari tabrik so'zida go'dakka va uning yaqinlariga uzoq umr, sog'lik bilan birga yurtimizning tinchligini tiladi. Uyni shu prezident bilan topshirib o'tamiz. Biz seni ayamay quvonishimiz. Elimizde çok bildik, tinchlik bo'lib, ichki tartib bo'lib, mizan o'rnab, andan keyin bizim ishniga to'lib kelaversin. Harbiy Almas Qo'joshev bilan Rahat Belekova bungacha 5 nafar farzandi bilan ijarada turar edi. Ularning 6-qizi Qirg'izistonning 6 millionchi fuqarosi bo'lganligi uchun prezidentning farmoniga ko'ra uy berildi. Bu kabi sovg'aga tez oraning ichida ega bo'lishni o'ylamagan Rahat Belekova o'z hayajonini yashirmadi. Bu kutilmagan narsa bo'ldi. Jumuqdag'day bo'lib qoldi. Даже tushimizga kirgan emas. Анан өзүбүз мындай даже сатып алганга возможностьбиз жок болчу, бирок 4 комнат үйлүү болом деп мен эми балдарым чоңойсо иште окуп эме кылып анан буюрса бүт баары болот деп ойлочумун да, но в такое ближайшее время что вот ушундай белек кылып беришет деп менин оюмда да жок болчу да, мындай как во сне. Almas Qo'joshev 6-chi farzandning otasi bo'lganiga suyunmoqda. Shu bilan birga xonadonli bo'lishi quvonchiga quvonch qo'shdi. 6 millionchi fuqaroning otasi bu kabi baxtni barcha otalarga nasib bo'lishini tiladi. Prezidentimiz Qirg'iz Respublikasining prezidentine, Qirg'iz Respublikasining hukumatine cho'ng rozichiligimizni bildiramiz. Bugungi kun o'zgacha, biz tavishmoqli kun bo'ldi. O'ylayman, bu bugungi kun o'zicha bir stimul bo'lib qoldi yosh muhimlarga. Az жылдың арасында бұл белгілеген миллион санға жеткенге мен тілектешмін. Бирок билгем, что 6 миллиончу бала төрөлөт деп. Күтүп аткан, бирок менин үй бүлөмдөн төрөлөт деп билген эмесмин. Ошондон кийин окуп, карасам мамамдын аты жөнү турат. Атамдын, андан кийин карап ойло кубаныч болгом. Окуудан суранбай эле келип алгам. Кече таң атканда, анан кийин эртең кетем, көрүп кетейин деп. Ошо үйдү көрдүм, үй сон экен. Ошо жакты. Uyning kalitini topshirishga hukumat rahbari, Jo'g'ir kengashining deputatlari va mahalliy hukumat vakillari ishtirok etishdi. Aylinning ota-onasiga berilgan uy O'sh shahrining Manasota hududiy kengashida joylashgan. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistonning 6 millioninchi fuqarosi 25-noyabr kuni soat 18:12 da tug'ilgan. Yangiliklarni davom ettiramiz. Zilziladan jabrlanganlarga 1 oy davomida mobil uylar yetkaziladi. Bu haqda hukumat rahbari Temir Sariyev zilzila markazi qatori hisoblangan Chaychi qishlog'ining yashovchilari bilan bo'lgan uchrashuv vaqtida bildirdi. Hozirgi vaqtda muhtoj bo'lgan 12 oilaga mobil uylar beriladi. Qolgan 500 ga yaqin oilaga mobil uylar tayyorlanmoqda. Hukumat rahbari jabrlanganlarga davlat tomonidan e'tibor qaratilishini aytib, 3-darajada ziyon ko'rgan uylarga ham moddiy yordam ko'rsatilishini bildirdi. Batafsil navbatdagi lavhada ko'ring. Premyer-ministr Temir Sariyev zilziladan jabrlanganlardan xabar oldi. Unda yashovchilarga berilayotgan yordamlar to'liq yetkazilayotganligini nazorat qildi. Qishlab ketishimiz kerak-da. Анан буйрса, эрте жас менен үйдү баштап салып аласыңар. Рахмат. Мамлекет жагынан биз жардамды беребиз. Keyin yashovchilar bilan uchrashib, mobil uylar 1 oy davomida to'liq berilishini bildirdi. Hozirgi vaqtda bunday uylar bilan 12 oila ta'minlangan. Өзгөчө кырдаал министр дагы айтат, кичине бир элде суроо бар экен, көп учурда түшүнбөстүктөн суроо болуп атат дейт. Ушу 4-даража менен 5-даража депчи. Анан кийин атайын мыйзам бар, ошо мыйзам негизинде комиссия иштеп атат, азыр министр айтып берет. 4-категория менен 5-категорияга жардам бирдей болот.
Kalasanızlar 50 ming so'mdan buni o'sha uyning egasi o'zi chechek. 3-darajada ziyon ko'rgan uylarga 10 ming so'm yordam beriladi. 4- va 5-darajada ziyon ko'rgan uylarga 200 ming so'm beriladi. Uni fuqarolar 20 yil davomida qaytarishi kerak. Pulni olgandan 3 yil o'tgandan keyin 17 ming so'mdan to'lashni boshlashadi. Bundan tashqari agar yashovchilar rozi bo'lsa 200 ming so'mning o'rniga qaytarimsiz 50 ming so'm olsa bo'ladi. So'q bo'ladi deb aytaman, so'q bo'lmaydi. Buna shuga men qilib shunchalik hukumat yordam berganini. Hukumat bo'lsa Qirg'izistonimiz bari o'zining baldar ekan. Shunchalik yordam bergan. Ming marta rozim. Aydan jariq gündan issiq bo'lib yuravergin. Qayerda bo'lsanglar tinch bo'lg'aysan, bo'lg'in. Siylaganga tinch bo'lg'in. Rahmat sizlarga. Hech narsa kamchilik yo'q azimda ayta. Konteyner so'q bo'lsa mayli tamchib tursa bo'ldi. Suluv ekan konteyneringlar, issiq ekan. Favqulodda holatlar ministrligining xodimlari konteynerdan uylarni qanday yasashni o'sha yerda ko'rsatib berishadi. Agar yashovchilarga ma'qul bo'lsa, xohlovchilarga bir xil tuzilishdagi uylarni yasab berishadi. Bundan tashqari o'quvchilar maktabga bormayotganligiga e'tibor qaratgan hukumat rahbari mazkur masalani ham tez orada hal etishni topshirdi. Aylık müddetleri aytam, ki rayonun hakimine de topshirma berib, uy qidirib, baldardın barcha mektepke barsın. Anday bo'lmaydi. Bunaki 17'sinde oldu, bir oyunu sorasam bala 17'sinden beri var mektepke, bir bala. Mektepler işte var da, direktör iştesin. Klas yetekçiler, muallimlerin var, uy qidirib işte gider. Hukumat rahbari Qorasuv rayonidagi Qizilsaroy maktabidagi vaziyat bilan ham tanishdi. Mazkur bilim berish mahkamasi 1991-yilda Hashar yo'li bilan qurilgan. 2008-yildagi zilzila oqibatida avariya holatiga kelib qolgan. Qish mavsumi boshlanganligi sabab hozirda qurilish ishlarini boshlashga mumkin bo'lmayotganligi uchun o'quvchilarni boshqa maktablarga mashina bilan olib borishni tashkil qilish kerakligini bildirdi. Kapitalдык ремонтка жатпайт. Муну бузуп туруп кайра салыш керек. Биз азыр кыш келип калды. Mektepte kışında salalmayız. Açık aytış керек de, bирок балдарды окутпай кое албайбыз да. Ошон үчүн урушат дебей, анда аким бар, айыл өкмөтү бар, мына мугалимдер эмне кылып турушат, милиция деген бар. Губернаторго карап чечип келем. Shuningdek, Temir Sariyev O'zgan rayonidagi Qurshar maktabining ahvoli bilan ham tanishdi. Mazkur maktabning taom qismini almashtirish vazifasini topshirdi. Aravan rayonidagi Mang'at maktabining qurilishi kechikkanligi uchun esa tegishli xizmat rahbarlarining javobgarligini qaralishini bildirdi. O'sh oblasti va shahridagi odam immunitet tanqisligi infeksiyasining o'sishi bo'yicha respublikada birinchi navbatda turadi. Respublika OITS markazining ma'lumoti bo'yicha oblastda 1200 ga yaqin fuqaro mazkur kasallik bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, O'sh shahrida ularning soni 1000 ga yetadi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, joriy yilda O'sh oblasti bo'yicha OIT virusini yuqtirib olganlarning soni boshqa yillarga nisbatan 6.7% ga ko'payganligi aniqlangan. Kasallikni oldini olish qanday choralar ko'rilmoqda? Navbatdagi lavha shu haqda. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha Qirg'izistonda 6000 ga yaqin fuqaro OIT infeksiyasi bilan ro'yxatga olingan. Rasmiy emas ma'lumotlarda aytilishicha esa 15-20 mingga yaqin fuqaro kasallikni yuqtirib olgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Respublika OITS markazining 1-noyabrga qarata aniqlash ishlaridan mazkur kasallik eng ko'p ro'yxatga olingan hudud davlat bo'yicha O'sh shahri deb aniqlandi. O'sh shahrida jami 959 fuqaro OIT bilan ro'yxatga olingan. Жылына бул ушу 1-декабрга карата биз 1 айлык дайыма жарыялайбыз. 1-ноябрдан 1-декабрга чейин. 1-декабрда жыйынтыктоочу мындай иш-чараларды өткөзөбүз. Быйылкы жылы биз мындай чоң акциялар өткөзөбүз деп ойлобостон башкача кылайлы дедик. Ар бир жерлерде өздөрүнүн ишканаларында, мектеп окуучуларда, райондордо өздөрү ушул ВИЧ илетин алдын алуу боюнча маалыматты жайылтуу багытында иш-чараларды өткөзүп келишти. OIT infeksiyasining ko'payishi bo'yicha oblastlar bo'yicha O'sh oblasti birinchi o'rinda turadi. Unda Qorasuv rayoni oldingi bosqichda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, mazkur kasallikni yuqtirib olish vaziyatlari o'tgan yilga nisbatan 6.7% ga ko'paygan. Yuqtirib olish asosan igna sayish yo'llari bilan ko'proq ro'yxatga olinmoqda. В данное время мы проводим профилактические работы с людьми, живущими Учурда ВИЧ илдети менен жабыркагандарга карата профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул иш-чаранын алкагында ВИЧ илдети менен жабыркагандарга кеңештер берилет. Башка адамдарга жуктуруп койбоо боюнча суроо жооптор алынууда. Ошондой эле психологдордун жана юристтердин кеңештери берилет.
Также у нас проводятся консультации психолога, консультации юриста. Bugun 1 dekabr Butunjahon OITSga qarshi kurashish kuni. Kasallikni oldini olish maqsadida Barpa nomidagi gimnaziya maktabidan O'sh shahar yoshlar komiteti OITSga yo'l yo'q deb nomlangan aksiya o'tkazishdi. Unda O'sh shahardagi 3 maktabning o'quvchilari ishtirok etib, kasallikka chalingan kishilarning ko'rinishi sahnalashtirilib ko'rsatildi. Біздің Қырғызстанда да спид көбейіп баратат. Ошонун алдын алуу жолун кылып, биз жаштардын арасында уюштурганыбыздын себеби жаштарды сергек жашоого үндөп, спидтин алдын алуу кандай жол менен алдын алат? Канткенде спидке жолугуп, спидти жугузуп алат. Ошол жолдордун алдын алуу максатында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Bugungi kunda OIT infeksiyasi Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida, uning orasida Qirg'izistonda tarqalishi davom etmoqda. Ta'kidlab o'tsak, ilk marotaba 1981-yilning 5-iyunida AQShning kasallarni nazorat qilish markazi OITS degan yangi kasallikni ro'yxatga olgan. Kasallik oqibati o'limga olib kelishi aniqlangandagina Birlashgan Millatlar Tashkiloti 7 yildan keyin 1988-yilda mazkur dardga qarshi kurashishni e'lon qilgan. Jalolobod shahrida 40 dan ortiq lyuklarning temir qopqoqlari yo'q. Bunday ko'rinishlar shaharning markaziy ko'chalarida ko'p uchramoqda. Ochiq qolgan joylarga chiqindilar to'lib ko'rinmay qolgan. Ularga mahalliy aholi tushib ketib jarohat olgan holatlar ham yo'q emas. Shuningdek, avtomashinalar ham tushib, yo'l halokatlari sodir bo'lmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida ko'ring. Jalolobod shahrining Nizamiy ko'chasida Jalolobod shahridagi Nizamiy ko'chasida joylashgan mazkur lyukning temir qopqog'i ochiq turganiga ko'p vaqt bo'lmadi. Bu kabi ochiq turgan lyuklar shaharda 40 dan ortiq. Ular esa piyodalarga va transport haydovchilariga xavfli vaziyatlarni yuzaga keltiradi. Lyuklarning kesepetinden adam tushib ketishi mumkin. Mashinalar tushib ketib, mashinalar talqalanishi mumkin. O'shaning ortidan avariyalar bo'lishi mumkin. Birinin ortidan kelganda tushsa, ortidagi mashina ko'rmaydi. Kelib bu mashinaga qag'iladi, ani ortining ichida birdakilar bo'lishi mumkin. Ani bir Xudoy biladi deyman shu. Bayagı bunday remen tag'ib o'tirgan adam bo'lsa, kelib suzilib bir yeri qashqa bo'lishi mumkin, mashinasining ichida boshi yarilishi mumkin. Yil boshidan beri 40 ga yaqin temir qopqoqlari o'g'irlangan. Qopqoqlarning 10tasi Industrial ko'chasida yo'qolgan. Qurbonbek ko'chasida esa 7 ta, Lenin ko'chasida 3 ta temir qopqoq o'g'irlab ketilgan. Ochiq qolganligi sabab avtomashinalar tushib ketgan holatlar ko'p bo'lmoqda. So'nggi marotaba yaqinda Lenin ko'chasida borayotgan avtomashina halokatga uchragan. O trassadagi Lyuklarda urup ketken, onu o yerda jaman. Maşina tunda tushib ketishi mumkin da. Bir proyekt o'ylab chiqish kerak. Buni lyuklarda endi texnik progress o'sayotgandan keyin o'shondagi bir oilasini topib, zamoq sola turgan qilib, jo bo'lsa bir signalizatsiya bera turgan qilib o'ylab topsa bo'ladi. Ellar hozir oyga uchyotadi. Shahar meriyasining ma'lumotiga ko'ra, o'g'irlangan qopqoqlar temir ishlatuvchi joylarga o'tkazilib berilmoqda. Qopqoqlarni to'liq bo'ydan sotish taqiqlanganligi sabab uni bo'laklarga bo'lib sotgan faktlari aniqlangan. Mazkur masala ko'p yildan beri o'z yechimini topmayotganligi sabab shahar meriyasi boshqa choralarni ko'rayotganligini bildirdi. Jalolobod suv kanal boshqarmalig'ining kanalizatsiyalik lyuklardan, suv lyuklarining, telekom lyuklarini urdab ketgan uchurlar o'tda ko'p bo'ladi-da. Buni baya temir qapqa qilib o'ngdop kelib turib standartga layıqtırıp жасап qo'yaveramiz. Biroq bayagı borbordu ko'chalarda joylashgani uchun qaysi maalda urdab ketgan bilmay qolib o'tamiz-da. Bul bo'yicha ish-chara jurgizib o'tamiz hozir. Qayradan javob bo'yicha-chi, bul dag'i o'zuncha bir chiqimda 40 danadile bu ko'p danada. Hozirgi vaqtda mazkur masala bo'yicha shahar hukumati ichki ishlar bo'limiga aniqlab jazo qo'llashni topshirib xat yo'llagan. Ayni damda tegishli choralar ko'rilmoqda. Ochiq qolgan qopqoqlarni esa xavfsiz qilish uchun tegishli mahkamalar ish olib bormoqda. Sarflanuvchi chiqimlar hisoblanib, beton bilan yopilishi ko'zlanmoqda. Sababi temir materiallari qimmat. Madina Ulug'bek qizi, Qilimjon Nazimat qizi, Temirbek Chaqipov, Intimaq. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba yaxshi xabarlarga birgalikda nazar solguncha omon bo'ling. Studiyada men Davron Nasibxonov bo'ldim.